22-paragraf savollarni ko'rib chiqamiz. Ishlab keldingizlar. Qaysilarga tushunmadik boshladik. 1 dan 3. Kichigi shu. 8y minus x teng 4, 2x minus 21y teng 2. Ruchkalarni qo'yib do'stga qaraymiz. Xo'p, o'quvchilar. Diqqat qilinglar. Buni qo'shish bilan ishlaymiz, ayirish. Qo'shish bilan ishlasam, bu 2x yoniga plus bo'lmi? Bu x yoniga minus bo'lmi? Bitta plus, bitta minus bo'lsa qo'shishga qo'yib bo'laydimi? Endi farqini qaranglar. Bu yerda 2x bor. Bu yerda necha x bor? Bitta x bormi? Demak, tepani nechaga ko'paytiramiz bir zohid? 2 ga. 2 bilan 8y. 16y minus 2 bilan x. 2x teng 2 kara 4. Pastidagini o'zini yozamiz ana. 2x qisqaradi. Aytganimda endi qo'shamizmi? Xo'p, qaranglar. 2x bilan 2x qisqardimi? Plus minus. 16y ayrilgan 21y bo'libdi, teng 8 ga 2 qo'shilibdi. Evet. 16y dan buni ayirsam, minus 5y mi? Teng 10. O'quvchilar, bu yerda ko'paytirish bo'lsa bu yoqni bo'lib o'taydi. Bo'lishmi? Y ni topish uchun 10 ni 5 qilamiz. minus 5 ga bo'lamiz. Demak, aytganlaringizda y teng minus 2. Endi x ni topamiz. Marjona birinchi tenglamani qo'yamizmi, ikkinchisiga? Y ni o'rniga birinchi tenglamani ishlaymiz, ham. Qaysi qulay senga? 1. Yaxshi, 1 bo'yicha 8 ko'paygan. Y ni o'rniga nechi? Minus 2. Ayrilgan x teng 4 mi? 8 kara 2. Minus ham bor, ana. Minus 16 minus x teng 4. Endi o'quvchilar, x ni bu yoqqa o'tkazaman. Minus 16 minus 4 bo'ladi teng x. Bu yerda x teng, ikkita ishorasi bir xil bo'lsa qo'shilaydimi? Minus 20 ni o'zi. Demak, x ni minus 20, y ga minus 2 chiqdi. Tushunarlimi? Keyingi savol. 1 dan 7. 1 dan 5, 1 dan 7. 2u. Men x deb yozay, u bilan v ni o'xshab ketadi shu uchun. 5y teng 0. Farqi yo'q uni. Qaysi harf bilan belgilansa ham. Minus 8x plus 15y teng 7. Xo'p. Ana sistema o'quvchilar, sistema belgisini qo'yamiz. Endi qaranglar. Qo'shish bilan ishlasa ham bo'ladi, ayirish bilan ham. Nimaga? Mana ikkita ishora ham bir xilmi? Mana bu ikkita ishora har xilmi? Demak, qo'shish bilan ishlaymiz. Bera 2x, bera 8x. Tepani necha ko'paytiramiz? 8 bo'lishi uchun 2 ni 4 ga. 4 kara 2, 8x. 4 kara 5, 20y. 4 kara 0, 0. Pastini o'zini yozamiz. Ana sistema. Qo'shamiz. Qaranglar. 8x ayrilgan 8x. 0. 20y ga 15y qo'shilibdi. 35y teng 0 ga 7 ni qo'shsam. 7. Ana bera ko'paytirish ko'p yoqqan nima bo'lib o'tadi? Bo'lish. Y teng 7 bo'lingan 35. Kasr chiziq bo'lishmi? 7 bilan 35 7 ga bo'linadimi? Bu bilan buni qisqardim. 1 bilan 5 bo'ldi. Y ham 5 dan 1 bo'ldimi? Behruzasiga qarab. Xo'p, birinchi tenglamay qo'yaman. 2 ko'paygan x plus 5 ko'paygan 5 dan 1. Teng 0 mi? 5 da qisqaradimi? 2x plus buni o'rniga 1 qoldi, teng 0. 1 ni yo'qqa o'tkazaman. 2x kir. Teng 1 ni yo'qqa o'tkazsam minus 1 bo'ladimi? To'g'rimi? Mana 1 plus edi yo'qqa o'tsa minus bo'ldi. X topish uchun minus 1 ni 2 ga bo'laman. Bitta javobi minus 1 taqsim 2. Y ga necha chiqdi? 5 dan 1. Masala yechildi, tamom. Tenglamani ishladik. Yo'qda, 5 dan 1 5 ga teng emas-ku. Bu 5 dan 1 bo'libdi. Javob 5 emas-ku. Kasr bu. 1 taqsim 5 degan kasr bu. Xo'p. 2 dan 1 shoshmanglar. Birinchi misoldan savol bo'lma. 1 dan 8. Birinchi birini tugataylik. 7 ham ro'z, 7 ni ham ko'ramiz. 10p plus 7q teng minus 2. 2p minus 22 teng 5 ta q. Xo'p, oldin tenglamani o'zimiz bilgan standartga keltirishimiz kerak. Qanday bo'ladi u? Buni o'zini yozaman. 10p plus 7q teng minus 2. 2p 5 qni bu yoqqa o'tkazaman. Minus bo'lib o'tadimi?
teng minus 20 yo'qqa o'tsa 22 ni o'zi bo'ladimi? Endi qaranglar. Bitta plus bitta minus xohlasang qo'shishga qo'yamiz. Xohlasak ayirishga. Mana bu ikkalasining ishorasi bir xilmi? Bitta ayirish bilan ham ishlaymiz. Faqat qo'shish bilan ishlamaydi. Ayirish bo'lish uchun mana buni ishorasi bilan mana buni ishorasi bir xilmi? 4/4. Pastdagini 5 ga ko'paytirishim kerak. Ana, mana buni 5 ga ko'paytirishim kerak. Tepani o'zini yozaman. 10p plus 7q teng minus 2. 5 kara 2. 10p minus 5 kara 5. 25q teng 22 kara 5 110. To'g'rimi? Endi aytganimizda ayiramiz. Ana bundan ana 10p plus 7q ayirish ana bu pastdagisi. 10p minus 25q teng minus 2 minus 110. To'g'rimi? Endi qaranglar, qalsa o'tishim kerak. 10p qo'shilgan 7q ayrilgan 10p ikkita minus 25q teng bu ikkalasi qo'shilib minus 112. To'g'rimi? Ana 10p bilan 10p ni ayirsam 7q ga 25q qo'shilibdi. 32q bo'ladi. 32q qoldi tenglik minus 112. Bu yerga ko'paytirish bu yoqqa nima bo'ladi? Q teng minus 112 bo'lingan 32. Q teng minus 6 chiqadi. Minusni ham aytishingizdan chiqmasin-da. Minus 6. Ana endi qo'yim chiqdimi? Xohla bu tenglamaga quni o'rniga minus 6 ni pastga qo'ygan qulay. Qaranglar. 2p minus 22 teng 5 kara q. 5 kara 6. Minus 30 bo'ladi-da, to'g'rimi? Demak, 2p ana bu minusni yo'q o'tkazsam, minus 30 plus 22 bo'ladi ana. 2p tenglik bundan buni ayiraylikmi? 8 minus. Pen topish uchun 8 ni 2 ga bo'lamiz. Minus 4. Demak, q'yim minus 6 chiqdi, p'yim minus 4 chiqdi. Tushunarli bo'ldimi yergacha? Xo'p, polni, demak 3 ta misol bo'ldi, 3 ta misolni yozib olamiz o'quvchilar. Xo'p, o'quvchilar ana bu yerda qaranglar. Bitta o'quvchi aytgan vaqtda ana bu yerda xatolik yetkazganlar. Minus 112 ni 32 ga bo'lsak 6 bo'lmaydi. Kasrlik bo'ladi. Ko'chirish vaqti shuni taxlab qo'yamiz. P'ni ham qiymatiga o'zgaradi. Tushunarlimi? Ana buni o'zi bitta o'quvchi aytdi 6 deb, men ham qarayman 6 ni bo'lsa yo'ribman. Minus 112 ni 32 ga bo'lgan vaqtimiz kasrlik chiqadi, butun son chiqmaydi. Tushunarlimi? Buni chiqqandan keyin p'ni o'rniga qo'yamiz. Endi qolganini ko'chirib olsak bo'ladi. Birdan qaysi yana o'quvchilar? Birdan savol bormi? 12. Xo'p, 3x plus 1 teng 8y 11y minus 3x teng minus 11. O'quvchilar 8y ni tenglikdan bu yoqqa o'tkazamiz. Ana, bu yerda 3x bormi? Bu 8y minus bo'ladimi? Teng plus 1 ni bu yoqqa minus qilib o'tkazamiz. Buni o'zini yozamiz. 11y minus 3x teng minus 11. Ana endi qaranglar. Bu yerda 3x bor, bu yerda minus 3x bor. Qo'shib yorsam qisqarib ketadimi? To'g'rimi? Xo'p, qo'shsak, hadma-had qo'shsak 3x bilan 3x qisqaradi. 11y bu yerda minus 8y teng. Bu ikkalasini qo'shsam minus 12 bo'ladimi? 11y dan buni ayiringlar. 3y teng minus 12, y teng minus 4 da. To'g'rimi? Ana endi y ni o'rniga minus 4 qo'yamiz. 3x plus 1 teng 8 kara minus 4. Minus 32 bo'ladimi? Demak, 3x teng minus 32. Xo'p, plus 1 bu yoqqa nima bo'ladi? Minus 1. Demak, 3x tenglik bu ikkalasini qo'shiladimi ishorasi bir xil bo'lsa? Minus 33. X tenglik minus 11. Xo'p. Keyingi tenglama. Ikkinchi misolga o'tdik. Ikkinchi misoldan qaysini ishlab beray? 1. Ishlab beradim, yana ishlab beray. Mayli, yana bir marta ishlayman. 3 kara x minus 5. X ni ishlayman. X ni ishlab beraman. 6 kara x plus y minus y teng minus 1. 7 kara y plus
4 minus y minus 2 teng 0. Ana. Xo'p, o'quvchilar qavslarni o'chib chiqamiz. Birinchi qilayotgan ishimiz qavslarni ko'paytirib o'chib chiqamiz. To'g'rimi? 6 bilan x ko'paysa 6x o'rtasi plus 6 bilan y. 6y minus y teng minus 1. 7 bilan ko'paytiraman. 7y plus 7 karra 4. 28 minus y ikkita minus plus 2 teng 0. To'g'rimi? Endi tepasini soddalashtiraman. 6x 6y dan bitta y ketibdi. Plus 5y mi? Teng minus 1. Endi 7y dan bitta y ayryapti. 6y 28 ga 2 plus 30 teng 0. O'quvchilar, bu tenglama osonroq. Nimaga? Ana bu tenglamani x yo'qmi? Oddiy tenglamada ishlaymiz. Mana pastdagi tenglamani. 6y plus 30 teng 0. 30 yo'q o'tkazim kerak. 6y teng minus 30 bo'ladimi? Y topish uchun minus 30 ni 6 ga bo'lamiz. Y teng minus 5. Endi tepaga y ni o'rniga qo'yamiz. Ana 6x 6 ko'paygan x plus 5 ko'paygan y ni o'rniga necha? Minus 5. Tenglik minus 1. Demak 6x plus minus bo'lsa nima bo'ladi? Minus 25 teng minus 1. 6x teng 25 ni yo'q o'tkazaman. Ayirish 1 bo'ladimi? 6 kara x teng 24. X topish uchun 24 ni 6 ga bo'lamiz. Nech chiqadi? 4 ana. X ham 4 chiqdi, y ham minus 5 chiqdi. Tushunarlimi? Yo'q, mana buni yozadik. 2 dan 6. Ikkidan 6. Xo'p, 4x plus 1 teng 5 kara 3x minus 3y minus 6. 3 ko'paygan x plus 6y plus 4 teng 9y plus 19. Ana. Qaranglar o'quvchilar. Birinchi ikkalasini ham hozirgidek nima qilamiz? Soddalashtirib o'chib chiqamiz. Xo'p, 4x plus 1 teng 5 bilan x ko'paytirsam 5x. O'rta minusmi? 5 kara 3. 15y minus 6. To'g'rimi? 3 kara x, 3x, 3 kara 18y plus 4 teng 9y plus 19 ana. Endi x bilan y bilan bir tomonga olamiz. 4x bo'lma. Ana bu 5x ni bu yoqqa qo'ysa, minus bo'ladimi? Bu minus bu yoqqa qo'ysa, plus 15y teng minus 6 qoldi. Ana plus 1 yo'q qo'ysa, minus 1. Ko'rasizlarmi? X, y harfliklarni bir tomonga o'tkazib chap tomonga, oddiy sonlarni o'ng tomonga. Bunisiga 3x plus 18y 9y minus bo'lib o'tadimi? Teng, bera 19 qoldi. Plus 4 yo'qqa? Minus 4. Ana endi soddalashtiramiz. 4x dan 5x ayringlar. Minus x plus 15y. Bu ikkalasi qo'shiladimi? Minus 7 ni beradi-da. Ishorasi bir xil-ku. 3x plus 18 dan 9 ayir. 9y teng 15. Ana sistema yana. Endi qaranglar. Bera minus x, bera plus x. Qo'shaversam bo'ladi faqat. Bera bitta x, bera nechta x? 3 x. Tepani necha ko'paytiramiz? 3 ga. Tepani har birini 3 ga ko'paytiramiz. Ana. 3 kara x minus 3x plus 3 kara 15. 45y 3 kara 7 21. 3x plus 9y teng 15 mi? Bitta qo'shaversam, ana bu ikkalasi qisqardi. Bu ikkalasi qo'shiladi 54 y bo'ladi. Bundan bu ayriladi minus 6. Y topish uchun minus 6 ni 54 ga bo'lamiz. Minus 1 taqsim 9. Bo'ladimi? X ni topish uchun nima qilamiz endi? Ana bu yerda y ni o'rniga 9 dan 1 ni ketib qo'yamiz. Tushunarlimi? Buni o'zlaringiz davom ettirasizlar. Misollarni pol tushunarli bo'lgan bo'lsa yozib olamiz. Xo'p, o'quvchilar endi kasrlikka o'tamiz va keyin uchtaliklardan tushuntiraman. 3 dan birinchi misol. X taqsim 3 minus y taqsim 2 teng minus 4. X taqsim 2 plus y taqsim 4 teng minus 2. Xo'p, doskaga diqqat qilamiz. Buchkalarni qo'yamiz.
birinchi qilay qo'yishim umumiy mahrajga keltiraman. Bu 3, bu 2 bo'lsa, buni mahraj 1, buni ham mahraj 1. 6 bo'ladi umumiy mahraj. Buni 2 ga ko'paytiramiz, buni 3 ga, buni 6 ga. Bu 2, bu 4. 4 xil bo'ladimi? Buni 2 ga ko'paytirish kerak, buni 4 ga ko'paytirish kerak. Mahraj bir xil bo'lgandan keyin mahrajda tashlab bo'riladi. To'g'rimi? Demak, 2 kare x 2x minus 3y teng 6 kare 4 minusi ham bor. 2x plus y teng 4 kare 2 minus 8. To'g'rimi? Qaranglar, bu ham 2x, bu ham 2x. Ishorasi bir xilmi? Bitta ayirib yuboramiz. Tushunarli? Ana 2x minus 3y ayrilgan 2x ayrilgan y teng minus 24 ayrilgan minus 8. Ko'rasizlarmi? 2x dan 2x ayrsam 0. Bu ham minus, bu ham minus qo'shilaydimi? Demak, minus 4y bo'laydi. Qo'shdim, 4y bo'ldi. Ikkita minus. Yo'qda? Minus 24 plus 8. Kattasidan kichigini ayraydikmi? To'g'rimi? Kattasini ishorasi qo'yiladi. Minus 4y teng 24 dan buni ayrsam minus 16. Y topish uchun 16 ni 4 ga bo'linglar. 4 mi? Y 4 chiqdi. Ana endi bu tenglamaga qo'ysak ham bo'ladi, lekin osonroq ana bu tenglamamiz. Y ni o'rniga 4 ni qo'yishim kerak. 2 ko'paygan x minus 3 kare 4 12 teng minus 24. Ana 2 ko'paygan x teng minus 24 plus 12 bo'ladimi? Demak, 2 ko'paygan x teng bundan buni ayraydikmi? Kattasidan kichigini minus 12. X topish uchun minus 12 ni 2 ga bo'lamiz. Minus 6. Tushunarlimi? Xo'p, bu kasrlik. Demak, kasrlik kelsa agar nima qilar ekanmiz? Mahrajini bir xil qilib olishimiz kerak, umumiy mahrajiga keltirishimiz kerak. 3 ni ham tushuntiraman. 3 dan. Xo'p, 2m taqsim 5 plus n taqsim 3 teng 1. M taqsim 10 minus 7 n taqsim 6 teng 4. Xo'p, o'quvchilar. Umumiy mahraj. Buni ikkalasini 15 xil bo'ladimi? Buni 3 ga ko'paytiramiz, 5 ga, 15 ga. 10 bilan 6 30 xil bo'ladimi? Buni 3 ga, 5 ga, 30 ga. Ana 3 kare 2 6m plus 5 kare n 5n. 15 kare 1 15. 3 kare m 3m minus 5 kare 7 35n teng 4 kare 30 120. O'quvchilar, men buni qo'shish so'zlarga qo'ymoqchiman. Bittasi plus, bittasi minus. Bera 5 ta, bera 35 ta. Tepani necha ko'paytiramiz? Tepa to'g'ri 7 ga ko'paytiramiz. 7 kare 6 42m plus 35n 105. 3m minus 35n teng 120. Ana qo'shib yuboramiz. 42 ga 3. 45m. Bu ikkalasi qisqardi. Bunga buni qo'shsam 225. M teng 225 ni 45 ga bo'lamiz. 5 bo'ladi, ha? Demak, m teng 5 chiqdi. Endi xo'p, bu tenglamalarga qo'ysak ham bo'ladi. Kasrli qiynalasizlar. Ana shu osonroq tenglamaga qo'yamiz. Men o'rniga 5 qo'yamiz. 6 kare 5 30 plus 5 n teng 15. Demak, 5n teng 15 dan 30 ayriladimi? Minus 15 bo'ladi. N ni topish uchun minus 15 ni 5 ga bo'lsam minus 3. Tushunarlimi? Bunga ham o'sha aytganimdek umumiy mahrajga keltirdik. Ana endi yana keyingi savollar. Ikkita kasrlik misoldan ham ko'rdik o'quvchilar. Xo'sh. 13 ni birinchisi. 3 talik misollar demak. 5x minus 4y teng 1, 3x plus 1 teng 13. 7x minus 5y teng 1. O'quvchilar, bu ancha oson ekan. Nimaga qaranglar. Ikkinchi tenglamaga qaraymiz. Ikkinchi tenglamaga y qatnashganmi? Yo'q. Qani y? Y yo'q. Bu yerda bitta noma'lum tenglama. Ana 3x plus 1 teng 13 ku, birni yo'q qilsam. 3 kare x teng 13 dan 1 ni ayramizmi? Demak, 3 kare x teng 12, x teng 12 ni 3 ga bo'lsam 4. Ana x chiqqandan keyin xohla birinchi tenglama, xohla uchinchi tenglamaga x o'rniga 4 qo'ysam y chiqadi. Qaysiga qo'yay? 1 gami 3 gami? 1 ga. 5 ko'paygan
x'im 4 ayrilgan 4y teng 1. Demak, 20 ayrilgan 4y teng 1. 20 dan 1 ni ayramizmi hozir? 19 teng 4y. Y topish uchun 19 ni 4 ga bo'lamiz. 4/4 dan 3. Tushunarlimi? Do'stgani, xo'p, yozib olamiz o'quvchilar.